Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Meni hayotimga qiziqayotgan obunachilarim, yurtdoshlarim juda ham ko'p. Ozroq o'zim haqimda ma'lumot bermoqchiman. Biz Qashqadaryolikmiz. To'liq manzil ayta olmayman, chunki yolg'iz ayolman. Bu gapimni tushunganlar tushunadi. Keyin turmushim o'xshamagan. 2 farzandim bilan ota uyimda turaman, bir xonasida turaman. Bolalaringizni qanday boqasiz, ishlamasangiz deyotgan aziz yurtdoshlarim, obunachilarim. Farzandlarimni qayerdan boqaman? Otasi xohlaganda, xohlasa albatta aliment tashlaydi. Bo'lmasa bola nafaqasi olaman. Keyin avvalo Alloh yetkazuvchi. Mana shu Instagram yuritayotganim beri Allohga shukr, reklamalar tushyapti. Menga yordam berayotgan yurtdoshlarim bor. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Keyin aziz yurtdoshlarim, juda ko'pchilik sizga onangiz yordam bersa bo'lmaydimi, bolalaringizga qarasa bo'lmaydimi, siz ishlasangiz bo'lmaydimi? Azizlarim, onam 70 ga kiryapti-da. Meni 2 farzandim onamga og'irlik qiladi. Onam vaqtida bizni katta qilib qo'ydi. To'g'risida bu meni shaxsiy fikrim. Endi onam ham o'zi uchun yashasin. Men farzandlarim meniki, men qarashga majburman. Onam vaqtida bizni katta qilgan, majburlik bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Endi onamda ham yashashga haqqi bor deb o'ylayman-da. Hozir yashaydigan davri onamda. Qarigan, yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Hozir yashamasa qachon yashaydi? Yoshligini bizga atagan. Qariligini ham meni bolalarimga menga atasa, yo'q. Mayli, onajonim umri uzoq bo'lsin, qayerda bo'lsa tanajoni sog' bo'lsin, men roziman. Azizlarim, agar uyda bo'lsa, albatta. Keyin shu o'rinda juda ko'p akalar menga har xil ma'noda yozishyapti. Menga azizlarim aytib o'tmoqchi edim. Birinchidan ikkinchidan o'ynash, uchinchidan sevishib yurish, to'rtinchidan ikkinchi xotin bo'lish. Bu narsalar uchun men Instagram yuritayotganim yo'q. Shunchaki farzandlarimni halol boqish uchun kontent chiqaryapman. Yoqayotgan bo'lsa like, obuna bo'lingizlar, yoqmasa o'tkazib yoki bloklab tashlasangiz men xafa bo'lmayman. Bu gapim faqat erkaklarga tegishli, ayrim qo'sh tirnoq ichidagi erkaklarga tegishli, hammasiga ham emas. Juda ham mard, jasur, aqli ham, o'zi ham normalniy akalarim bor. Rahmat, meni padishka qiladi, hurmat qiladi, singlim deb gapiradi. Ularni tanijoni sog' bo'lsin, chet davlatda yurganlarni ham, O'zbekistonda qayerda bo'lsa ham jonlari tushunmayotgan aka-ukalarga aytmoqchimanki, men aldanadigan yoshdan o'tganman, aziz aka-ukalar. Shu uchun menga har xil ma'noda yozib yotmaysizlar. Bir xil menga uy taklif qilyapti, bir xil mashina taklif qilyapti. Men inshaalloh Alloh xohlasa o'z peshona terim bilan hammasiga erishaman. Alloh yo'lida yurib, mana shu 2 farzandimni oyoqqa turg'izaman. Inshaalloh, Alloh panohida. Lekin yomon yo'lga kirmayman, azizlarim. Chiroyli gumonda bo'lingizlar. Chiroyli gumon albatta insonni jannatga yetaklaydi. Yomon gumon esa do'zaxga yetaklaydi. O'shaning uchun kimnidir deb negativ yozib, o'zlaringizda mana shuncha bo'lsa savoblaringiz, mana shuncha qilib yo'q qilmaysizlar azizlarim. Hammalaringizga rahmat. Qo'llab-quvvatlaganlarga, meni tushunganlarga rahmat aytmoqchiman. To'g'risi bunaqa promo efir qilmaganman, o'shanga ozroq hayajonlandim. Keyin azizlarim, kommentariyaga yozib ketingizlar. Videolarim manfaatli bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Misol men birovni erini tortib olayotganim yo'q, yo'ldan urayotganim yo'q. Erkaklar yozsa ham ishonmaysizlar, mana shu 2 milliondan oshiq erkak blokda turibdi-da. Men birdan bloklab tashlayman. Erkaklar bilan gaplashib yurmayman. Inshaalloh oxirigacha shunday bo'laman. Men birovni oilasini buzayotganim yo'q, yoki bir joyimni ochib chiqayotganim yo'q, yoki yomon narsalar targ'ib qilayotganim yo'q, aziz yurtdoshlarim. Bu o'ladigan dunyo, oxiratimizda ham o'ylaylik. Yotib olib, negativ yozish juda oson, lekin 2 yelkamizda 2 ta farishta yozib turibdi-da, nima qilyapmiz, nima qo'yapmiz. O'shaning uchun ozroq chiroyli gumonda bo'laylik azizlarim. Hamma